Qo'y bilan. Materialni pulini oqib qo'ydi. Qancha oqdingiz o'da? 1,5 ming nari berisi. Nokas uy egasiga qil avans olib kelsin srochni. Hada mana shu yo'lga kirmang deb sizga necha marta aytdim. Odam bo'lmadingiz. Tiling chiqib qolibdimi? Nedan o'shni? O'sha payt seni deddomdan boqib olguncha mushu boqib olsam bo'lar ekan. Ishim orqaga tortyapti. Qara eshikni akilyapti kimdir? Dahshatbek aka, Dahshatbek aka. Uchastkani adang qurib berganmi? Baqir chaqir qilasan? Forhouse firmasidan sizlarga dastak berib aka. Nima ekan bu? Nima mahsulot o'zi? Bu aka jitki trementin. Hozir borib boylaringiz ham shundan ishlatyapti. Yo'q, kambag'alga kreditingga balo bor ekan. A nima deysiz? Men bitta narsaga hayronman. O'zi ustiga berishga puli yo'q uy egasini. Qayerdan travertin zakaz qildi? Tinchlikmi? Uy egasi ko'zini siydigini oqizib sexga boribdi. Rahbarimiz Jasur akam greh qildilar. Dastlabki ko'cha ko'rganmi? Greh bilan greh farqiga bormaydi. Greh hozir men qilaman. Men tushiraverchi. Kimga akilyaptgan? Hada bir mashina Forhouse travertini kelgan. Chayamiz, sotamiz, suramiz. Nima deysiz? Kakras o'ng qo'ldig'im qichib turuvdi. Hamma kasaki yopamiz. Remontiga qo'yamiz. Hayda ket.